Assalomu alaykum do'stlar. Max Beton and korxonamizda navbatdagi yangi maxsus temir qolipimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni bu maxsus temir qolip emas, vibroforma desak ham bo'ladi. Sababi bular tagida motorlar mavjud. Bu svayimiz, svay degan nima degani? Binolarda yer qatlamini mustahkamlash uchun ishlatiladigan, ya'niki mahsulot bo'ladi. Buni juda katta GB beton mahsulotlar ishlab chiqaradigan zavodlar ishlab chiqaradi. Buni asosan ko'priklarda ishlatiladi bizda, suvli joylarda, ya'niki botqoqli zonalarda qoqiladi bu. Bu qolipimiz bir kunda 2 dona quysa bo'ladi bu qolipimizda. Simlar tortilgandan keyin uzunligi 12-35, 3 dan 3 gacha 12-35, 40 ga 40 bo'ladi bu. Ya'ni hozir sizlarga biz ozgina buni qanday ishlatilishi, qoliplarimiz qanday yechiladi, shular to'g'risida ozgina obzor qilib beramiz. Bu qolipimiz hozir og'irligini ham ko'rsatamiz. Bu vibroformalar oldin bu Rossiyadan, chet eldan keltirilgan. Oldin bizda O'zbekistonda bunday qoliplar ishlab chiqarilmagan. Eshiklar mana bu ko'rsangiz 4 tomonga ochiladi. 4 tomonga ochiladi. Teparoqdan ko'rsatib bersangiz. Mana bu joyda uzunligi 60 cm, chuqurligi 35 ga 35 bo'lgan nasatkamiz bu 12 metrlik masofada qoqiladigan tomoniga qo'yiladigan maxsus bir kichaytiradigan qolip desa ham bo'ladi, nasatka desa ham bo'ladi. Ya'ni joyiga. Xo'p, endi uchini ko'rsatamiz. Aylantiring, ko'rsataylik buni ham. Iloji bo'lsa tepaga ko'taramiz, ichi holatlarini. Bu qoqiladigan joyi, aylantiramiz orqasini. Aylantiring-da. Mana tag tomonini ko'rsating. Uch qismi bu. Xo'p, qo'yiladi. Bunda ham razmer nasatkasi bor. 12 metrlik, 10 metrlik, 9 metrlik, 8 metrgacha buni cho'zsa bo'ladi. Ya'ni o'zgartirsa bo'ladi, razmerlarni o'zgartirsa bo'ladi. Eshiklarni yopib olamiz. Yopdik, bismillah. Mana tomonda ham. Mana bu razmer. Hozir hisobda surib ko'rsatib beramiz. 12 metrlik bo'ladigan bo'lsa, hozir 11 metrlik ishlab chiqarishimiz uchun mana buni suramiz. Bu tomonni ham suramiz. Shu razmerga keldi hozir. Hozir 11 metrlik chiqadigan bo'ldi hozir. Ya'ni svayimizning razmeri 12 metr bo'ladigan bo'lsa, 12-35 bo'ladi uchi bilan. Orqa tomonda qoqiladigan joyi 60 cm ayirib yuborilganda 11-40 qoladi. Toza qoqiladigan joyi 11-40 qoladi. Ya'ni bu razmerni xohlagan razmeringiz, demak 8 metrgacha buni suritsa bo'ladi. Faqat buni surayotgan paytda eshiklar ochiq bo'lishi kerak. Surish uchun eshikni keyin yopib, keyin mana bu nasatkani qotirib qo'yiladi. Keyin bu razmerni boricha qatirish uchun mana bu teshiklari bor, teshiklarga armatura tiqib turib, bundoq aylantirilsa mahkam qotiriladi. Bu qotirilib o'zi to'xtaganda razmer 40 ga 40 qoladi. Tepa va pasti hamma joyi 40 ga 40 qoladi. Keyin bu mana bu ko'rsataylik. Prujinalar bu qatorda hozir 6 ta, nari qatorda 6 ta, 12 ta 14 ta prujinamiz bor, 7 tadan. Tagiga motori qotiriladi buni. Biz endi obzor qilib, motorini ham qo'yib ko'rsatib berishimiz kerak edi. Bu yerda holat shunaqa bo'ldiki,
Motorni qo'yadigan bo'lsak, buni bir yo'la joylashtirish kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun motorni qo'ymadik. Tagida 6 ta motori bo'ladi buni. Xo'p, shunaqa kimga maxsus temir qoliplar, ya'niki uskunalar, jibiy mahsulotlar uchun uskunalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Pastda raqamlar qoladi. Qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.